Ko'pchilikni qiziqtirgan yangilangan Tiggo YT Pro avtomobiliga ham endi Namangan Cherry avtosalonda 5 yilgacha o'zini narxini bo'lib to'lash imkoniyatlari ochildi. Bu mashinaga qiziqmagan odam bo'lmasa kerak, chunki O'zbekistonda eng ko'p sotilgan crossover inomarkalardan bo'ladi. Motori 1.5 turbo dvigatel, rasxod shahar ichida attiga 7-8 litr maksimum rasxod qiladi. Bu mashinamizda 147 ta ot kuchiga ega. Faqat oldi tortadi. Pro Max'da esa 4 ta bolani tortadi. 360 kamera, bu mashinada ham hamma funksiyalari mavjud. Aynan sizning statusingizga mos keladigan avtomobil hisoblanadi. Ходовойлар har bittasi mustaqil podveska, alohida yamaga tushib chiqadi. 5 ключевой достуp, 360 kamera aytib o'tganimizdek. Pro Max'da slipo zonalari ham bo'ladi. Bu yangilangan, yangi atmosfera, bu yangilanish deydi-yu, xuddi mana shu narsa yangi chiqqan Tiggo YT Pro'da bo'ldi. Lekin mashinaning narxi 344 million 900 ming so'm bo'lgani bilan yangilangandan keyin narxiga umuman ta'sir qilgani yo'q. O'rindiqlar hammasi istada, barda xolodilnik, skoroslari ham joystikli bo'ladi va xrustalli bo'ladi. Rol elektropaket, cruise control, splashdan ketgan monitor, kattagina panorama ton, orqa dizayniga bitta e'tibor berasiz. Istada orqa o'rindiqlari ham o'zidan bo'ladi, ham terlatmaydi. Va bu tarafda barlari ham mavjud, katta panorama tom. E'tibor berasiz, karbon ham ishlatilgan salon qismiga, juda ko'p ishlatilgan karbon. Orqa dizayniga ham bitta e'tibor berasiz. Mono xo'sh, splashdan yonadi. Bagaj hajmi 450 litrni tashkil etadi. Bu tarafda zapaskalari, tagida bo'ladi zapaskalari ham. Bari. Orqa bagaj sig'imi asli mana buni olib tashlasa juda keng bo'lar ekan. Xullas, mashinamiz narxi 344 million 900 ming so'm, 86 million, 87 million plus minus to'lov bilan siz o'zini narxini bo'lib to'lashga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 5 yilgacha bo'ladi. Boshlang'ich to'lovingiz qancha ko'p bo'lsa, рассрочка muddati 5 yilgacha uzayib boradi. Agar sizni bu mashina qiziqtirgan bo'lsa, nomerlarni описаниеda qoldiraman, telefon qiling, lokatsiyani tashab berishadi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Videoga like bosib, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qolding. Bu videoni YT Pro mashinani xarid qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga shunday jo'natib qo'yasiz.